professor darsiga qaysidir ko'chadan kelgan odam ham ruxsat bilan o'sha kirish imkoniyati bo'lar ekan. Nyu-Yorkda ayniqsa hammamizga ma'lum Kolumbiya universiteti bor va kuchli universitetlar bor. O'zbekistonda til bilmasa, ingliz tilini bilmasa yoki hech qanday bir kasb hunarga ega bo'lmasa, albatta 100% qiyinchilikka uchrashi aniq. Allohning fazlidan shu grantlar bilan ketganligim hisobida men uydan nima qilmaganman, moliyaviy yordam so'ramaganman. Men hech qachon ikkinchi variantim bo'lmagan. Inson baribir to'laydi, yo pul bilan to'laydi yoki vaqt bilan. Sizda masalan qanday qiyinchiliklar bo'lgan musofirlik? Qonuniy emas, keshda to'laydi, ya'ni naqd puldan to'laydi. Ishlash jarayonida faqatgina restoran bilan birinchi boshlaganman, keyin sotuvchilikka o'tdim. Qiziqaman boshqa sotishga. 21 yoshimda borganman Amerikada. Bir kun ichida 10 ta klientni olib kelganman. Bepul shunday mashina berib. Amerikani aytaylik, imkoniyatlari ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun gurungimizga har doimgidan nostandartroq deydimi, noodatiy bo'lgan mehmonimiz taklif qilganmiz. Avvalambor Mirobod tuman hokimiyatiga hamda alohida 154-maktab rahbariyatiga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mehmon taklif qilganmiz. Bu mehmonimiz Amerikada yosh bo'lishiga qaramasdan aynan Amerikada o'z startaplarni, bizneslarini yo'lga qo'ygan insonlardan biri. Ismlari Dilshod Bahriddinov. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor katta rahmat ustoz taklif qilganlaringiz uchun. Albatta men xursandmanki 5 yil oldin mana shu siz boshlab bergan loyiha Transformers Education'da o'qib, robototexnikani loyihalar bilan ishlab va keyinchalik universitetlarda o'zimning loyihalarim bilan ishtirok etib, grantlar yutishim va Yevropa va Amerika davlatlariga shu orqali va katta turtki bo'ldi deb ayta olaman. Aynan robototexnikani bilish nima va Allohning fazli bilan shu Amerikada ham borib, aynan suv ostida harakatlanadigan dronlar ustida loyiha ustida ishlashga aytaylik asosiy tamal toshi Toshkentda shu siz boshlab bergan shu Transformers Education'da o'qiganligimiz sabab bo'ldi va keyinchalik shu sohani rivojlantirishga bel bog'lab Amerikada maktab ochishga muvaffaq bo'ldik va shu bilan birgalikda O'zbekistonda ham aynan IT va robototexnikani rivojlantirish uchun Shams Academy deb nomlangan shu Samarqandda o'zimizning o'quv markazimizni ochdik. Amerikada esa Nyu-York shahrida joylashgan o'quv markazida boshladik va o'zim ham shundan dars berdim, ingliz tilidan, robototexnikadan albatta. Rahmat, juda xursandmiz. O'zi siz hozir aytayotgan paytingizda biz ham mana shu loyihalarni boshlayotgan paytimizda agar 100 tadan bitta. Endi umumiy holatda juda ko'p shogirdlarimizga ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan va har birini eshitgan paytda, u yerdagi natijani eshitgan paytda bitta biz emas, umumiy holatda butun jamiyatimizni kerak bo'lsa mana shu davlatimizdagi o'sha siyosiy yoshlarga bo'lgan alohida e'tiborni ta'kidlashimiz kerak. Birinchi o'rinda albatta aytganimizdek, Alloh taoloning fazli bilan mana shunday bir ustozlarimiz, ota-onalarimiz duolari bilan ko'p yaxshi muvaffaqiyatlarga erishyapmiz, Xudoga shukr. Va buni eshitganimizdan mana shunday bir jarayonlarga muvaffaqiyatlarda har doim siz bilan Telegramda bog'lanib turamiz va ko'rgan paytimda, eshitgan paytimda juda xursand bo'laman. Keling, mana bunday qilamiz. Ya'ni hozir ko'p yoshlar borki, yoshlar deymiz va yoshi o'rta yoshlilar ham bir savolni aytishadi. Yaqinda bir bolalar bilan o'tirgan paytimizda men hayotimni bir o'zgartirmoqchiman, ya'ni bir rivojlanmoqchiman. Lekin shu tadbirkorlarda podkastlarni ko'raman.
ulardagi videolarni ko'raman, qisqa videolarni, motivatsion videolarni ko'raman. Hamma tadbirkorlar aytadi, hammasi men noldan boshlaganman deb aytishadi. Keyin kuldida o'sha nol qayerda bengamaydilar deb aytayapti deydi. Ya'ni o'sha nol qayerda? Qayerdan bu chiqadi? Qayerdan topamiz o'sha nolni? Ko'pchilik bu nol haqida ko'p ta'kidlashadi-yu, lekin aynan o'sha nolni biz qayerdan olamiz? Ya'ni qanday uni topamiz? Degan savol bor. Albatta, bu juda to'g'ri savol. Ko'pchilik o'ziga yarasha dunyoqarash, o'ziga yarasha hayotdan olgan tajribalari bor albatta. Menda ham agar o'zimdan kelib chiqib aytmoqchi bo'lsam, Nyu-Yorkda, misol uchun chet davlatda mana shu o'qish musofirchiligi nasib qilgan vaqtdan boshlab shu harakat qilamanki, faqat ilmiy tomonidan, texnologik tomondan rivojlanishga va aytaylik o'zimni o'sha texnika IT va robototexnikaga qiziqishim o'sha har qanday boyagi biznesni boshlashda bu asosiy eng foydali yordam beradigan tomon deb bilaman. Chunki shu yerda uzr men so'zingizni bo'lib qo'ydim va bunday qilaylik. Mana hozir keling yoshroq holatga qaytamiz. Mana kadrga qaytaramiz-ku, yoshlargan paytga. Yoshligingizda masalan turtkilar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki masalan qanday bir jarayonlar bo'lgan. Keyin yoshligingizdan boshlaylik, keyin bu yog'iga o'sha qaysi bir nol jarayoniga keyin bog'laymiz. Shu masalan yoshligingizda qanday bo'lgandi va nimalarga qiziqqansiz va qiziqishingizni qayerdan va qachon bilib qolgansiz? Albatta. Men yoshligimdan o'zim shu qishloqda katta bo'lib, agar joy nomini aytib o'rsangiz, Tayloq rayoni Zarafshon qishlog'i, Samarqandda joylashgan. Shu qishloqda katta bo'lganman. Aytaylik, somon poyalarida, bu yerda tokzorlar bo'lardi. Yoshlikdan shu qishloqda katta bo'lib, men ko'p shu samolyotlar uchganiga, keyin tepaga shu raketani birinchi televizorda ko'rganimda, shu kosmosga uchib, har xil kosmos jismlarni ko'rganiga qiziqqanman-da. Shu yoshlikdan qandaydir orzu paydo bo'lgan, hech kim qilmagan ish, hech kim tanlamagan soha va qandaydir odamlarga shuni foydali bir inson bo'lishga yoshlikdan shu narsalar menga turtki bo'lgan deb o'ylayman. Va kechqurun bo'lardi. Kechqurunda shu samolyotlar uchganida juda bir qiziqish bilan kuzatardim. Yoki yulduzlar har tomonga uchardi. O'sha vaqtlar yoz paytlariga to'g'ri kelardi. Somon galaktikasi, somon yo'li men uchun juda qiziq edi bu. Zo'r. Demak, osmon, galaktika, kosmos har doim sizga qiziq bo'lgan. Zo'r. Demak, qarang, qiziqishlar yoshlikdan boshlandi va aynan sizni qanday bu Toshkentga yo'naltirish yoki mana shunday bir o'qishga kelib qolishingizga, ya'ni robototexnika Transformers Education o'qishga qanday kelib qoldingiz va buni qanday nima jarayonlar bo'ldi demoqchiman. Albatta. Qanday bilib qoldingiz? Men ko'pchilik qatori o'sha maktabni, kollejni tugatgach universitetga harakat qildim o'qishga kirishga. Keyin ko'pchilikda yoshlarda, abituriyentlarda o'shanda o'qishga kirish juda bir qiyin nimalar bo'lardi. Maqsadi o'qishga kirgancha bo'lardi. Ya'ni kirib olsam o'qishga, keyin u yog'i bo'laveradi degan narsa bo'lardi. Ko'p yoshlar shu maqsadini tugatib qo'yardi o'sha. O'qishga kirgandan keyin nima qilishni bilmay qolardi. To'g'ri. Menda bunday bo'lmadi, chunki meni maqsadim o'sha aytganimdek yoshlikdan kattaroq maqsadlarni qo'rqmasdan nima qilib o'zimga qanaydir ishonch bo'lgan va o'qishga kirganimdan keyin men oliy ta'lim nimalarini ko'rganman. Hech qanday bir yashirish nimasi yo'q, chunki qanaqa atmosferadagi nimada bo'lsangiz, siz ham o'sha qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi degan narsa bor. Shuning uchun men o'zimga to'g'ri bo'lgan atmosferani qidirganman. Har xil nimadan qidirib, birinchi shu Transformersni topganman-da onlayn. Keyin aloqaga chiqishga harakat qilganman. 1-2 hafta telefon qilish, research qilgandan keyin shu keyin aniqlashtirib olganimdan keyin Toshkentga kelishga qaror qilganman. Va o'zim yig'ib qo'ygan pullar va onamning hollariga borib
agar menga shu bir imkoniyat yaratsangiz, ozroq nima qilsangiz, men ham qo'shardimda, shuni Toshkentga borib o'qib kelsam deganimda, onam nima qilasan Toshkentga borib? Men pul yig'yapman, shu kostyum-buruk olib beraman senga deganlardi. Yo'q, menga kostyum-buruk kerak emas, kostyum bor, tog'amning kostyumlarini kiyaman. Shu sohaga men qiziqdim, borib kelay deganimda, onam rozi bo'lganlar. Moliyaviy tomonni nima qilishga. Birinchi investitsiyalar. Birinchi investitsiya 5 million edi o'sha narsa. Keyin Allohning fazli bilan o'sha kelib o'qib, transformatsiyada o'qib Samarqandga qaytgan vaqtimda, o'sha vaqtning o'zida gaz sensor orqali gaz detektor loyihasini yaratib, sun'iy intellekt bilan integratsiya qilgan loyiha hokimga ma'qul tushgan. O'sha hokim va yoshlar uchrashuvida 5 million sarflangan bo'lsa, u 50 million bo'lib hokimiyat tomonidan grant ajratilgan va bu degani ilmga sarflangan bir 10 barobar bo'lib qaytadi degan narsani shunda ko'rganman. Zo'r. Shu joyda men aytib ketmoqchimanki, ko'pchilik yoshlar bilan suhbat qilgan paytimda aytishadiki, yo'q, meni imkoniyatim yo'q. Menda hozir bunaqa vaziyat yo'q. Toshkent bo'lsa, hozir ham o'qish kerakmi? Ertaga o'qisam bo'ladimi, bo'lmaydimi degan ko'plab ichida savollardan o'sida yashayapti-da. Men Temur Atxamov bor, ya'ni Najot ta'lim rahbari, o'sha kishi bilan gaplashganimda bitta zo'r narsani aytgandi. Masalan, bolalar sizlarda o'qish uchun kompyuter sotib olish kerak. Kompyuter bu arzon emas. O'ziga yarasha shuni qanaqadir imkoniyatini qilsa bo'lmaydimi? Bir suhbat qilganimizda zo'r narsani aytgandi. Agar shu kompyuter uchun ham harakatini qilib turib, ya'ni ichidan bir intilib harakat qilib shu kompyuter uchun ham harakat qilmasa, ertaga butun bilim uchun harakat qilmaydi deb aytgan. Zo'r, menda unaqa oluvdim. Chunki o'zim ham mana shu institutda o'qiyotgan paytimda 2-kursimgacha 95-97 ball olardim. Ya'ni bizda endi 100 ballli sistema edi. Yaxshi o'qirdim. Undan keyin tushunganmanki, yo'q, faqat yaxshi o'qish o'zi yetmaydi. Ya'ni demak, men o'zimni kerakli sohalarni o'rganaman. Qolgan yana qo'shimcha, ya'ni kelajakda zarur bo'lgan sohalarni o'rganishga ko'proq e'tiborimni qarataman degan fokusda o'sha pulim yetmagan va albatta bu narsani ham alohida e'tirof etishim kerak. Ya'ni onamga shunaqa men o'qimoqchiman deganimda, onam o'zlarini to'plagan pullari bor ekan, mana shu pullarni menga berganlar. Ya'ni investitsiya deymiz. Shu onalar ko'p investitsiya qilishadi, umrlaridan baraka topsin. Shunaqa, o'shani men eslayman. O'shandan keyin ketma-ketiga Alloh o'zi fazli bilan sekin-sekin ko'proq dars berib, ishlarimiz sekin-sekin rivojlanish boshladi. Shunday, masala bu yerda nima desa, bu yerda xohish va harakatdan o'sha to'xtamaslik kerak va ishonish kerak. Albatta. Albatta. Masalan, pulim yo'q, mablag'im yo'q, ya'ni ko'plab minglab bahonalarni keltirishdan foyda yo'q. Ya'ni bu yerda imkon topish kerak har doim. Ya'ni mablag'ga yoki imkoniyatga muammolarni to'nkashdan foyda yo'q. Ya'ni balki o'sha muammolardan imkoniyatlarni ko'rish kerak. Zo'r. Albatta. Birinchi bergan savolingizga yana bir bor to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni javob bermagandim u savolga. Nol o'zi qayerda? Qayerdan boshlasak bo'ladi? O'sha hayotimizda endi kichik tajribamizdan kelib aytsak agar, o'sha men har doim imkonsizlikdan imkon qidirganman. Zo'r. O'zbekiston bo'lsin, xoh Yevropa bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin, turli har xil vaziyatlar bo'lardi. Misol uchun bu yerdan O'zbekistondan grant yutib Yevropaga, ya'ni Latviyaga o'qishga borganimda, bu yerda shu endi harakat qilish kerak. U yer faqatgina ingliz tilida emas, ular o'zini tilida, ya'ni latish tilida gaplashardi. O'shanda men ko'rib qoldim. Research qilib shu texnologik qanday imkoniyatlar bor, qanaqa nima qilsak bo'ladi. Bir musobaqa bo'ldi. Faqat Latviya aholisi uchun. Bu texnologik musobaqa. Keyin men o'sha bosh tashkilotchining oldiga borganman, men ham qatnashsam bo'ladimi deganman. Keyin qaraganda o'zi qatnashsa bo'lish mumkin emas, chunki faqat latishlar uchun bu, o'zining aholisi uchun. Keyin men yana bir 2-3 marta qiziqish bildirgandan keyin mayli deb meni ham qo'ygan. Lekin bitta tomoni, men umuman latish tilini bilmayman. Hamma taqdimotlar latish tilida bo'lyapti.
hammalatish tilida gapiryapti. Men xuddiki bir tasavvur qiling, xitoycha odam gapiryapti nimalardir. Siz o'zbek, biz o'zbek bo'lib qanaqa eshitilsa xuddi shunaqa narsa bo'lyapti bu yerda. Keyin o'shanda bu imkonsizlik deb qarasak, imkoniyat topish momenti o'sha bitta partnyor topganman, ya'ni jamoa qilib bir kishi tarjimon, ya'ni taqdimot qilib beradi. Men loyihani qilaman va yana bir kishi prezentatsiyani yasaydi. Zo'r. 3 ta komanda qilib o'shanda ham yana Allohning fazlidan 2-o'rinni olganmiz. Zo'r. 2-o'rinni olib, shuni grant yutganmiz. Zo'r. Shunaqa. Ya'ni zo'r. O'sha muammolar yoki masalan bir marta aytib, ha bu yoq bo'lmas ekan deb qaytib ketish ehtimoli ko'p edi. Lekin siz unday qilmadingiz, ya'ni qayta nima qat'iyat deydi-ku. Yana shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimiz, ya'ni ko'pchilik yigitlarga murojaatimiz. Qat'iyat bu juda muhim. Ya'ni siz biror bir narsani qilaman dedingizmi yoki bajaraman dedingizmi, albatta buning uchun bir marta, 2 marta biror bir murojaat qilgan paytingizda bo'lmasa, bu bo'lmadi degani emas. Agar u ish foydali deb hisoblasangiz, agar u ish samarali deb boshidan o'ylab ichingizda niyat qilgan bo'lsangiz, to'xtamang toki u bajarilmaguncha. Zafar Hoshimovni podkastini o'sha gurungini ko'rganimda bitta zo'r insight oldim. Ya'ni aytgandiki, siz tadbirkorligingizga masalan qaysi bir yoshligingizdagi bir turtkuni gapirib bering degan. Shunda yoshligimda dedi, dadam meni nonga jo'natgandi dedi. Shu bordim-da, keyin qaytib keldim dedi. Men dadam so'radi, nima bo'ldi desa, non yo'q ekan dedi. Non yo'q bo'lsa nega uyga kelding deb aytdi deyaptilar-da. Mana shu menga katta bir anov bo'lgan deyapti. Mana shu so'zni o'zi turtki bo'lgan deyapti. Ya'ni ish bajarilmadimi yoki ish bo'lmadimi, nimaga men buni qilyapman degan savol. Ya'ni uni o'sha bitta do'konda chiqmadim, keyingisi chiqmadim, undan keyingisi. Toki o'shani topmaguncha. Ya'ni hayotda ham xuddi shunaqa. Biror bir ishlarni qilayotgan paytimizda hech qachon bittada har doim o'zimiz xohlagandek bo'lib ketmasligi mumkin, lekin biz qayta harakatlarda to'xtamasdan intilishimiz kerak. Zo'r, mana shu. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun inson mana shu dunyoga kelib ko'rar ekanki, faqat qandaydir baxtni orqasidan quvadi-da, baxt o'zi nima yoki muvaffaqiyat o'zi nima. Bizda ham xuddi shunaqa, aytaylik, musobaqa orqasidan musobaqa yoki boshqa davlat millatlari orqasidan yana boshqa davlatlarga borish nasib qildi-da. Insoniyat, odamzodda ham xuddi shunaqa bo'lar ekan, muvaffaqiyatga nisbatan. Qaysidir joyga yaxshi qolgan odamlar har doim sizni zo'r bo'lishingizni nima desam, bir qo'llab-quvvatlaganday bo'lishi mumkin. Lekin agar bitta yiqilgan vaqtingizda bosishdan ham nima bo'lmaydi. Ya'ni qandaydir ma'noda shu qoidalar qadim dunyo o'xshash. Agar Ezopdan bilsangiz, u bejizga nima qilmagan. Har bir nimada odamlarni o'rniga hayvonlarni qo'yib, uni xarakterini ochib bergan. Kalilova dimdan aytyapsizmi? Ezop. Xuddi shunaqa bir shunaqa nimalar bilan. Zo'r. Siz bu yerda o'qidingiz, ya'ni Transformers Education'da o'qidingiz va o'z navbatida o'sha bilimlaringizga asoslangan holatda loyiha qildingiz. Loyihada Samarqand shahrida, to'g'rimi? Samarqand shahrida o'tgan o'sha loyihalar tanlovida birinchi o'rinni qo'lga kiritdingiz. Bu nima loyiha edi? Qaysi loyiha edi? Bu gaz detektor loyihasi edi. Albatta bu narsa Transformers Education va universitetimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida ustozlarimizni ham ko'maklari bo'ldi bir marta, chunki ularning rasmi bormi? Hali ham bor. Bo'ldi. Rasmlarni qarang. Olasiz, mana shu joyda qo'yamiz. Ya'ni sizning boshlang'ich birinchi loyihalaringizdan biri. Ya'ni o'rgangan va qatnashayotgan loyihalaringiz. Endi o'qish jarayonida loyihalar bo'ladi-ku. Shu loyiha edi. Unda mana o'qildingiz, muvaffaqiyat qozondingiz. Ya'ni unga siz grant oldingiz. Grant 50 million bo'ldi, to'g'rimi? Shunday. 50 millionni grant. Uni ham rasmlari bor. Keyin undan keyin o'sha
Erasmus granti bilan men Yevropaga muddatdan oldin o'qishga ketdim. Zo'r. Keyin Qaysi davlatga? Latviyada. Latviyaga, zo'r. Keyin o'qish davomida o'sha boya aytib o'tganimdek latviyaliklar o'rtasida bo'lgan musobaqada men qatnashish mumkin bo'lmagan joyda qatnashib, keyin u yerdan o'sha ko'p unaqa raqamlar menda 5 bilan boshlanganda, bu yerda 500 euro berishgan o'sha. Zo'r. Undan keyingi jarayon, ya'ni Latviyada u yoqda o'qidingiz. Undan keyin Latviyaga o'qigan vaqtlarimda o'sha bu sohaga juda chuqurroq kirishga harakat qildim va albatta Latviyadan tashqari Yevropada kuchliroq davlatlar bor. Germaniya, undan tashqari Fransiya, Shvetsiya, Finlandiya, shu davlatlarga men bo'sh vaqtim bo'lgan vaqtida u yerda uchish juda arzon edi. Men nima qilardim? O'sha davlatdagi imkoniyatlarni qidirardim. Germaniyada qayerda robotik zavod bor misol uchun yoki qayerda qanaqa bir texnologik imkoniyatlar bor, o'shani qidirib turardimda. Keyin misol uchun haftada to payshanba kunigacha o'qisak, kelasi haftada misol uchun 3 kun bo'sh vaqtim bo'lsa, 3 kunga Germaniyaga borib kelardim. O'sha nima qilib oldindan reja qilib, keyin Fransiyaga yoki boshqa davlatlarga xuddi shunaqa ya'ni ilmiy sayohat shaklida bo'ldi. Ilm izlab, bu ham qaysidir ma'noda o'sha hech qanaqa bir diplom yoki boshqacha qog'ozlar emas, faqat toza ilmni qidirish nimasida. Misol uchun ota-bobolarimiz ham oldinlari Al-Buxoriyni olaylik, ilm izlab boshqa dunyoni kezishgan. U vaqtlarda diplom degan narsa bo'lmagan. Lekin haqiqiy ilmni ular mazasini ko'rishgan. Zo'r. Hech qanday qoliplarsiz. Zo'r. Latviyadan keyin qayerda o'qidingiz? Undan keyin Latviyadan keyin yana viza chiqib qoldi Amerikaga. Keyin Amerikaga shu bilan borganman, Nyu-Yorkka. Nyu-Yorkda u yerda siz Amerikaga viza topshirgandingiz. Zo'r. U ham shu Allohga tavakkal topshirdim. Chiqib qoldi 2 kunda viza chiqib, keyin borganman Nyu-Yorkka. Nyu-Yorkda 2 yil davomida shu har xil universitetlarga ko'chirishga majbur bo'lganman, chunki u yerda o'qish qoidalari boshqacha, kontraktlar, ya'ni har xil nimalar bor, o'ziga yarasha talablari, imtihondan tashqari bo'lgan talablar. Shunga 2 yil davomida ko'chirganman o'qishimni u yoqdan bu yoqqa, lekin u yerda yana shu bilan birga bitta imkoniyat bor ekan. Amerikada shu bilan birga yana bir imkoniyat bor ekan. Nyu-Yorkda ayniqsa hammamizga ma'lum Kolumbiya universiteti bor va kuchli universitetlar bor. Ular o'sha professor darsiga qaysidir ko'chadan kelgan odam ham ruxsat bilan o'sha kirish imkoniyati bo'lar ekan. Darsga kirib o'tirib qatnashish imkoniyati bo'lar ekan. Men garchi u universitetning talabasi bo'lmasam ham, Kolumbiya universitetini men borib ko'p leksiyalarga o'tirib, kuchli professorlar bilan ishlash imkoniyati bo'ldi. Zo'r. Shu joyda demak biz ham O'zbekistonda aynan mana shunaqa leksiyalar bo'layotgan paytda kirib o'tirishiga qanaqadir bir balki ruxsat bordir. Biz paytimizda lekin odatda kirgizishmasdi, lekin menimcha ruxsat bo'lsa kerak. Agar bo'lmasa buni menimcha yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman, chunki ilmga do'st, ya'ni ochilish bo'lsa, menimcha kirib kimlar qatnashadigan bo'lsa, ko'p yaxshi ma'lumotlar olsa kerak. Buni nima deydi? Tavsiya qilgan bo'lardik. Zo'r. Albatta. Xullas o'sha imkoniyatdan foydalanib, keyinchalik 2 yildan keyin Amerikada yana o'zimni yana bir bor sinab ko'rish maqsadida nimaga Washington DC'da joylashgan University of Potomac'da kiberxavfsizlik yo'nalishida men o'qishga kirdim. Grant bilan, lekin u qisman grant edi. Yarimni to'lab, yarimni nima qilish grant bilan to'lanardi. Washingtonda University of Potomac'da o'qishga kirdim. Bu Oq uyni oldida joylashgan universitet hisoblanadi. Juda ham yaxshi atmosfera, juda yaxshi muhit edi. Lokatsiyasini ko'rsatib qo'yamiz. Shu yerda o'qiganman.
va yana bu bir qaysidir ma'noda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Samarqand filialida o'qib ustozlar bilan ishlaganimiz, ya'ni liderlik bo'yicha ishlaganimizning samarasi o'laroq, ya'ni ustozimiz Salohiddin Fazliyev ayniqsa juda ko'p mehnatlari tekkan. Shu bo'yicha ya'ni liderlik qobiliyatini rivojlantirishga yordam berganliklari uchun balki u universitetga kirganimda bir oydan keyin men Innovative Leaders Club tashkil qilib prezident bo'lganman. Universitetning ichida va shu orqali men o'sha universitetdagi hamma professorlar bilan yaxshi birgalikda ishlash imkoniyati paydo bo'lgan. Zo'r. Menda. Zo'r. Shunaqa. Hozirgacha ustoz sifatida gaplashib qilamiz. Zo'r. Qarang, hozir mana bu musofirlik jarayonlarini, yaxshi jarayonlarini aytdingiz-da, pidus tomonlarini, go'zalliklarini aytdingiz. Har birimiz, masalan, men o'zim chetga chiqqandan keyin, masalan, 10 kunlardan keyin, 15 kunlardan keyin sizda qanaqadir bir albatta nima deydi, o'zgarishi, mushkullik, qiyinchilik boshlanadi. Ko'pchilik musofirlar bu narsalarni yaxshi bilishadi. Sizda masalan qanday qiyinchiliklar bo'lgan musofirlik paytida, kimdir masalan o'qishga borsa, nimalarga tayyor turish kerak? Aynan sizni nima ko'proq nima deydi? Muammolar deymizmi yoki qiyinchiliklar deymizmi? Qanday bir narsalar bo'lgan? Albatta. Juda yaxshi savol. Bizda ham turli xil nimalar bo'lgan. Hech narsa aytaylik faqat yaxshi tomonini ko'rsatadi odamzod har doim, lekin orqa tomon backgroundda o'shanga yarasha mehnat, o'shanga yarasha sinovli vaqtlar bo'ladi. U insonni qanday boshlagani va qanchalik bera olishiga bog'liq. Berish deganda aytaylik ilm bilan berish yoki tajriba bilan berish mumkin. Aytaylik bir xil odamlar O'zbekistonning o'zida tajribali bo'lishi mumkin-da, chetga chiqqanda o'sha tajribasini ishlatgan holatda o'zini yo'lini qulayroq topishi mumkin. Yoki bo'lmasam chetga chiqqanda O'zbekistonda til bilmasa, ingliz tilini bilmasa yoki hech qanday bir kasb hunarga ega bo'lmasa, albatta 100% qiyinchilikka uchrashi aniq. Chetga chiqqanda ularning o'ziga yarasha tosh tarozisi bor. Ularga moslashish, yangicha qoidalarga moslashib bilmaguncha ancha odamning vaqti ketadi. Shunaqa. Men aytmoqchimanki, kim o'qishga chet davlatga ketmoqchi bo'lsa, 100% grant yutishga harakat qilib, bu yerdan o'sha davlat tomonidan, ayniqsa O'zbekiston hozir yaratib berayotgan sharoitlar mavjud. Aytaylik, Umid jamg'armasi, Elyurt Umidi va boshqa tashkilotlar, jamg'armalar orqali 100% grantlar bilan borib o'qiganda yanada chuqurroq o'zini ustida ishlash imkoniyati bo'ladi. Ya'ni moliyaviy tomoni va boshqa tomonlarni o'ylamagan holatda va uydagilarni qiynamagan holatda. Bizda men o'sha Allohning fazlidan shu grantlar bilan ketganligim hisobida men uydan nima qilmaganman, moliyaviy yordam so'ramaganman va hammasi shu ketma-ketlikda bo'lgan. Amerikada masalan yo'qa moslashish, o'sha jamiyatga moslashish, ya'ni ta'lim jarayoni yana bu yerda va u yerda ham moliyaviy holat qanday yechimlar qildingiz? Men o'zimni bir nimaga o'xshatardim. Misol uchun men bog'chaga borayotgan vaqtimda, yoshligimda nima bo'lardi? Bir kuni shu uyga nima kirib qoldi, bog'chaning xonasiga bitta kapalak kirib qoldi-da. Kapalak kirib qolib, endi tashqariga chiqishga harakat qilyapti. Tashqari ko'rinyapti, oyna bor. Urardi oynaga, lekin tushardi, yiqilib tushardi. Yana urardi, yana yiqilib tushardi. Musofirlikda menda shunaqa vaziyat bo'ldiki, men hech qachon ikkinchi variantim bo'lmagan. Ikkinchi tanlovim, ya'ni buni qilmasam men buni qilib ketishim mumkin degan narsa, variant deydi. O'sha narsa bo'lmaganligi uchun faqat bittada yo'q, zo'r bilish kerak, qilish kerak yoki yo'q bunaqa imkoniyat degan narsa bo'lgan. Shuning uchun Amerikaga borganda bu yerda o'sha xarajat qiladigan joylari, ya'ni kontrakt bo'lishi mumkin yoki boshqa xarajatlarga o'zim qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Agar nima bo'lmasa, aytaylik, yana qo'shimcha kuch kerak bo'lgan vaqtda
hech kimdan yordam olmagan. Faqat inson baribir to'laydi. Yo pul bilan to'laydi yoki vaqt bilan. Shuning uchun shunaqa bir sinovli nimalar bo'lgan va musofirlik ko'proq shukr qilishga nima o'rgatgan. Va Allohga shukr, mana shu aynan qanday qiyinchiliklar bo'lgan. Musofirlikda har qanday narsani ko'rish mumkin. Masalan, ya'ni endi Amerika misolida agar qiyinchiliklar nimaligini so'ramoqchi bo'lgan bo'lsangiz, avvalo erkak kishi hech qanday bir qiyinchilik demasligi kerak, lekin yangi borgan talaba sifatida qanday nimalar kutib turishi mumkinligini agar aytmoqchi bo'lsam, men borgan vaqtimda hech qanday bir talabalar ishlashi mumkin, faqat 20 soat. Unda ham social security degan bir hujjati bor, ularning talabi o'sha narsa bo'lishi kerak va universitet ichida ishlashga ruxsat bor. Shunaqa bir nimalari. Keyin o'shanda men ularning qoidalarini bilmasdim. Amerikaning o'ziga yarasha qoidalarini bilmasdimda, har xil nimalarga harakat qildim, ishlarga topshirishga harakat qildimda hech qayer ishga olmaydi, chunki biz talabamiz yoki ikkinchidan o'sha social security degan raqamli nima hujjat yo'q edi bizda, berilmaydi, birdaniga berilmaydi talabalarga. Men misol uchun 2 yil o'tib olganman. 2 yilning ichida nega buncha vaqt ko'p ketadi unga? U endi ularning xohishiga bog'liq. Ularning xohishi o'zining kriteriyalari bormi, mezonlari bormi? Olish. Uni mezoni aytaylik ish qidiruvchi praktika sifatida qandaydir olish mumkin, lekin Nyu-Yorkda immigratsiya juda bir ko'p, ya'ni murakkab nima bo'lgani uchun berish qiyin. Bir xillarda beradi, ya'ni universitet aytadi, bizda shunaqa ish imkoniyati bor, ishlasangiz bo'ladi, keyin biz sizga shunaqa social nimani olishga yordam beramiz degan narsa bo'ladi. Bir xili aytadi, yo'q, ish o'rni yo'q. Bizda ish o'rni bo'lmagan universitetda, keyin taqillatmagan eshigimiz qolmagan shu yerda. Men aytaylik, qaysi nimaga borsak hammasi yopiq. Nima ish qilishni bilmaydigan holatda, juda bir stressli nimada holat bo'lgan. Shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Talaba, ya'ni borganda faqat o'qiyman desa agar, u 100% grant yutib borib yo davlat ko'magi orqali borib o'qishi kerak bo'ladi, yoki bo'lmasa moliyaviy tomondan aytaylik nimasi bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Shunaqa. Menda o'shanda shu nima bo'lganda 2 yil chiqmadi deyapman. Ishlash jarayoni faqatgina restoran bilan birinchi boshlaganman. Keyin restoran bilan boshlab o'zimga o'zim aytganmanki, bu universitet menga mana shu yer universitet bo'lyapti, ya'ni shu hayotni shu universitetdan o'tishim kerak degan xulosa bo'lib 1 oy ofitsiantlikda ishlaganman. Keyin salgina pul yig'ib, mashina olib, keyin misol uchun mumkin bo'lmasa birovning akkauntini olib, ishlab imkon topilgan, yo'l topilgan. Yo'q, bo'lmaydi, men keldim, hamma joy muammo degan bahona emas, balki imkoniyat izlangan. Shunaqa. Keyin kuryerlikka o'tdim. Keyin aytdimki, chunki boshdan aytdim, bu hammasi vaqtinchalik ishlar. Men har biridan tajriba olishim kerak degan xulosa bo'lganda, keyin kuryerlikni 1 oy qilib, 1 oydan keyin shokolad kompaniyasiga sotuvchi bo'lib ishlash imkoniyati bo'ldida, keyin sotuvchilikka o'tdim. Sotuvchi bo'lib ishlab, endi u aslida qonuniy emas, keshda to'laydi, ya'ni naqd pulda to'laydi. Shuni hisobiga shu o'rinda bir narsa aytmoqchiman, naqd pullarda ishlash bemalolmi? Ha, bemalol. Bemalol, faqat naqa ya'ni hech kim bilmasligi kerak. Hech kim bilmasligi kerak. Ya'ni taksi to'layotgan vaqtda ham u hujjati bo'lsa to'lasa bo'ladi, lekin bizda unaqa narsa yo'q edi. Keyin xullas o'sha shokolad sotish nimasida, endi bu gap boshlagan menimcha ko'pchilik podkast kuzatayotganlar bilsa kerak. Mayli endi yaxshilik bo'lsin. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Keyin joy ishlaganimdan keyin men o'zimda mashinalarga qiziqish bor. Mashinaga qiziqish bordi. Keyin bir diler, mashina sotuvchi nima bilan ko'rishib qolganman-da.
men aytganmanki, qiziqaman mashina sotishga. Men mashinani sotib bera olaman. Ya'ni shu ishlash imkoniyatini agar qilib bersangiz, men ishlamoqchiman siz bilan deganman-da. Keyin u kishi aytganki, qanday endi men juda bir ariq va yosh ko'rinardim. 21 yoshimda borganman Amerikada. Keyin u aytganki, yo'q degan, men birinchi ko'rishim kerak. Mana shu mashina senga, shuni agar sotsang men senga yangi mashina beraman degan. Yangi mana shu mashina beraman, keyin ishga olaman degan. Mashina bilan birga. Men xo'p deb mayli dedim-ku. Keyin o'sha aytgan mashinani bir kun ichida 10 ta klientni olib kelganman. Nima orqali olib kelgansizlar? Shu social media orqali reklama tarmoq orqali keyin olib kelib hammasi birdaniga o'sha mashinani so'ragan vaqtida u ya'ni o'sha menga talab qo'ygan odam keyin va'dasini ustidan chiqib menga mashina bergan. Bepul shunday mashina berib, keyin ham o'sha mashina sotardim. U bilan birgalikda yordam berib qilib ham shokolad sotardim. Yaxshi, qarang. Biznesga qanday qildingiz keyin? Keyin undan oldin yana bitta narsa aytmoqchimanki, qarang. U yerga Amerikaga birinchi kelgan paytingizda boya bir suhbatimizda bir narsani aytdingiz, ya'ni bir odamni sizni bittada taniganligi masalasi. Shu qanday bo'ldi? Bu juda qiziq voqea bo'ldi. Men o'qishga kirganimdan keyin Washington DC ga, ya'ni Washington DC buni tarjima qiladigan bo'lsak, Washington District of Columbia. Ya'ni Amerikaning poytaxti. Oq uyni Amerikaning poytaxti o'sha Washington DC hisoblanadi. Xullas o'sha o'qishga kirib Washington DC ga borganimda birinchi kunimda o'sha Oq uyga bordim, sababi universitetimiz Oq uyni oldida. Keyin borganimda piyoda bir odam katta muzika kolonkada qo'shiq qo'yayotgan ekanda. Qo'shiq qo'yayotgan ekan, o'shanda qarasam bir ikkita odamlar oldindan o'tayotganida siz italiyaliksiz, siz afrikaliksiz degan narsani qilyapti-da. Keyin men shunda kamerani yoqib aytdimki, topingchi men qayerlikman dedim. Ingliz tilida aytdingiz. Ingliz tilida. Do you know who am I? Keyin qidirib shunday kamerani yoqib shunday so'raganimda, u bittada O'zbekistondansan dedi. Keyin men qarab turdim. Keyin Qozog'istondansan dedi. Keyin juda hayron qoldim-da. O'sha vaqtda keyin u aytdiki, to'xtab tur, men O'zbekiston madhiyasini qo'yaman deb. Madhiyani qo'yib, butun Oq uyga eshitiladigan qilib O'zbekiston madhiyasini qo'yganda bir boshqacha bir zo'r. Ya'ni o'zga yurtda o'z madhiyangizni eshitish, xususan videoda bayroqlar ham bor edi, bayroqni ko'rish va ular tomonidan e'tirof etilishi odamga bir boshqacha bo'lsa kerak. Bu menimcha buni tanishiga sabab o'zbekistonliklar bu yerda ko'pmi? Washington DC'da kam, lekin New Yorkda ko'p. New Yorkda ko'p. O'zida New Yorkda zo'r. Aytmoqchi bo'lganim, yana baribir u yerda hozir ko'p xulosalarni aytdingiz, ya'ni ilmga, kitobga e'tibor berish, kitobni doimiy tarzda o'qish kerak va lekin biz ham oldindamiz Amerikadan. Bilasizlar, xabaringiz bormi? Amerikadan oldindamiz. Quyosh bizda ertaroq chiqadi. 9 soat. 9 soat deydi. 9 soat oldindamiz. Mayli, u anavda emas. Qarang, o'zi aytmoqchi bo'lgan narsam, ustozlarga nisbatan hurmat borasida aytdingiz. Bizda ham ustozlarga nisbatan hurmat bor. Faqat umumiy ko'pchilikda bo'lmasa kerak deb o'ylayman, lekin baribir bu narsani biz qadriyatimizda bor va buni biz yanada ko'proq rivojlantirishimiz kerak. Ayniqsa yoshlar o'rtasida o'sha ustozlarga, kattalarga hurmat bizda alohida e'tirof etiladi. Va ulardagi o'sha ularning aytayotgan so'zlarini yaxshilab o'ylab, fikrlab, ularning aytgan so'zlariga amal qilishlik ko'p. Masalan, kitoblarimizda ham, kattalarimizda ham, ustozlarimizda ham biz ham buni ko'p alomatlarini ko'rganmiz va bularni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, shu joyda ustoz, men qo'shimcha qilmoqchiman. Men har doim sizni oldingizda yoki boshqa ustozlarimizni oldilariga borganda har doim bo'sh kelaman. Ya'ni hech narsani bilmayman. Nimadir o'rganishga harakat qilaman har doim. Xuddi shunday Al-Buxoriyda ham shu narsa bo'lgan. Tarixda ko'plab ustozlari bo'lgan. Har doim nimadir qaysi ustozdan qaysidir narsani, hech boshqasida bo'lmagan narsani o'rganish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun
ustoz shogirdchilik an'anasini mahkam ushlab nima qilish juda yaxshi foyda beradi deb o'ylayman. Zo'r, ya'ni ustoz shogirdlik an'anasini biz doimiy tarzda ushlashimiz, davom ettirishimiz kerak. Bu bizni o'zimizni qadriyatlarimizdan biri. Zo'r. Qarang, Amerikada biznes boshlash ko'pchilik uchun orzu va ko'pchiliklar o'yi bo'yicha bu ushalib bo'lmas deb tuyulishi mumkin ko'pchilik uchun. Xo'sh, bu qanday qilib u biznesga, ya'ni o'sha tadbirkorlikka kirdingiz? Ya'ni u birinchi boshlagan o'sha tadbirkorlik yoki startap loyihalaringizda, IT loyihalaringizda qanday boshladingiz? Mana shu haqida bir aytsangiz. Albatta. Va ularni qanday kelib chiqdi va nimaga asoslandingiz? Albatta. Amerikada o'zi kapitalist davlat, demokratiya va kapitalist davlat biznes qilgan odamni yaxshi ko'radi. Ya'ni agarki siz biznes boshlasangiz, Amerikada o'ziga yarasha qo'llab-quvvatlashlar, u davlatni imkoniyatlari, land of opportunity deydi Amerikani. Haqiqatda shunday imkoniyatlar mavjud. Faqat u imkoniyatlar maxsus o'sha hujjati bor, ya'ni green kartasi yoki pasporti bor odamlarga juda yaxshi ishlaydi bunday imkoniyatlar. Biz student bo'lsak ham o'sha imkonsizlikdan imkoniyat qidirishga harakat qilib, shu yo'lini, qonuniy yo'lini topdik va shu IT kompaniya ochishga qaror qildik. Bu narsa nimadan kelib chiqdi? Sababi aytaylik, mana bu tarixdagi buyuk davlatlar hozirgi xarita bilan qaraganda shunday yopib qo'yilganga o'xshaydi. Ya'ni suvga chiqa olmaydi. Imkoniyatlarni shunday to'sib qo'yganga o'xshaydi, xususan O'zbekiston ham. Men niyatim aytaylik, bu yerdan ham aslida kuchli insonlar chiqqan. O'sha aytaylik Al-Xorazmiy algoritm nima qilgan yoki Ibn Sino va boshqa ota-bobolarimiz xuddi shularning qonlari biz bilan sizda oqmoqda va buni faqat chiqarish, ya'ni ilm orqali rivojlantirish, natijani ko'rsatish bizga aslida bu chegaralar hech narsani anglatmaydi. Biz o'sha ilm orqali o'sha chegaralardagi tashqaridagi imkoniyatlarni o'zimizga tortishimiz mumkin. Shu narsani men tushunib yetgach, O'zbekistonga kelishga ham qaror qilib, shu yerdan turib, u yoqdagi IT kompaniya va maktabimizni rivojlantirishga harakat qilyapman. Zo'r. U yerda masalan maktab ochgansiz. Maktab nomi nima edi? Dilgo Academy. Dilgo Academy. Zo'r. Bu sizni o'sha ismingizni boshqa harflariga bu dilgoh, ya'ni dilgoh. Biz boshida dilgo amerikanliklar oson aytilishi uchun nima qildikki, lekin qarasak farsiy tilda dilgoh degan, ya'ni ko'ngil maskani degan. Ko'ngil maskani degan. Zo'r. Shunaqa qilib qo'ydik va IT kompaniyamiz Tayloq Technologies, Tayloq, ya'ni Samarqand viloyati Tayloq tumanidanligim uchun Tayloq qo'ydim va Tayloqning o'zining ma'nosi otni bolasi, ya'ni yosh ot, toy. Zo'r. Bu bizneslaringizni qanday boshladingiz va qanday bu sizga biznesda masalan taklif bo'ldimi yo nimadan boshlandi? Bu Tayloq Technologies yoki bo'lmasam maktablarni ochishni asosiy kelgan nima? Menda kelgan g'oya, men ko'rdimki, o'zim misolimda aytaylik, oddiy qishloq bo'ladimi yoki chekka qishloq bo'ladimi, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, insonni agar ilmni u mahkam tutsa, ilm uni har qanday balchiqdan, har qanday qiyin vaziyatlardan yaxshirog'iga yetkazish imkoniyati bo'lar ekan. Va shuni hisobida men o'zimga niyat qildim, birinchi o'rinda Shams akademiyani Samarqandda ochib, o'sha kam ta'minlangan oila bo'ladimi, qaysi bir oilaning farzandi kelib o'qimasin, bizda shu narsaga e'tibor qaratiladi. Ya'ni bitta oilani, bitta bolasini yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qimishli qilishga bir sababchi bo'lish butun oilani o'zgarishiga kelajakda turtki bo'ladi. Shuni hisobini olib, shunday ishga qo'l urdik va ular keyinchalik o'qishni tugatib, bizda IT kompaniyamizga ishlash imkoniyatini, shu ko'prik vazifasini bajarishni yo'lga qo'ydik. Zo'r. Aytmoqchimiz, Amerika va
Amerika va O'zbekiston o'rtasida texnologik rivojlanishdagi, ya'ni texnologiyani rivojlanishidagi fikrlashlar farqi nimada ko'rdingiz? Asosan bu farq unchalik katta emas, ammo juda muhim. Buni bir ikki aytaylik qadamlar, tizimlar orqali O'zbekistonda yechim berish mumkin. Uni yanada rivojlantirish uchun to'g'ri shakllangan tizim. Amerikada aytaylik land of opportunity, imkoniyatlar. U yerda shunday tizim mavjudki, tashqaridagi kuchli kadrni, kuchli insonlarni aytaylik Amerikadagi imkoniyatlar bilan qiziqtirib, Amerikadagi o'sha biznes xavfsizligi bo'ladimi, boshqa tomonlama o'ziga qiziqtirib torta olish qobiliyatiga bordi. Hamma intiladi, ko'pchilik Amerikada borsa bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Xullas, borganda immigrantlarni o'zi kuchli bo'ladi va farzandlari tug'iladi Amerikada va Amerika fuqarosi bo'ladi. Va tabiiyki, o'sha kurashib, kuchli bo'lib borgan immigrant o'zini farzandini o'zidan ko'ra yaxshiroq bo'lishini xohlab tarbiya qiladi. To'g'ri atmosferada. U garchi maktabi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Va shuni hisobida ko'pchilik aytaylik to'g'ri atmosfera bo'lgani uchun shunday yaxshi natijalar chiqarib bu yer. Bu yerda esa O'zbekistonda ham bizda imkoniyatlar bor. Faqat aytaylik men o'zim ko'rganim har xil to'siqlar qanday? O'qituvchini muammosi bo'lishi mumkin. O'sha aytaylik oylikda yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam qaysidir nimada turli xil force majeure holatlar bo'ladi. Xullas, o'sha hammasini yechimini bergan holatda bu yerda ham yaxshi, u yoqdan-da kuchliroq natija qilish imkoniyati bo'ladi O'zbekistonda. Chunki O'zbekistonda biz qadriyatlar bilan, sinfdoshlar yoki kursdoshlar, xullas shunaqa qadriyatlar bilan katta bo'lganmizda. Amerikada esa maktabda aytaylik sinfdosh degan narsa yo'q. Bitta sinfda o'qiydi, birinchi klassda. Bitta sinfda o'qisa agar, o'sha ikkinchi darsga kirganda boshqa bolalar bilan bir joyga o'tirib nima qiladi. Bunday bo'lishiga sabab hamma yo'nalishni o'zi tanlagani uchunmi yo har xil yo'nalishda bo'lgan? Yo'q, tizim shunday. Buni natijasida bola o'zidagi egoizmni kuchaytiradi. Egosini kuchaytiradi nima qilganda, u davlat kapitalist davlat bo'lganligi uchun o'sha keyinchalik bu normal holat hisoblanadi ularga. Ular uchun. Har safar boshqa bolalar bilan o'tirish undagi masalan o'zgaruvchanliklarga moslashish ko'nikmasini orttiradimi? Shunday deyishimiz mumkinmi? Bir ma'noda orttiradi, lekin bir ma'noda bu o'ziga nisbatan xavfsizligi, o'zini nimasini aytaylik tortinchoq bo'lishiga olib kelishi mumkin, balki. Balki bu tortinchoqlik o'rniga ko'proq chiqish kerak ekanligiga undashishi ham mumkinmi deb o'ylaysizmi? Mumkin. Chunki har safar har xil odam bo'lgandan keyin albatta u bilan o'ziga yarasha har joyda muammosi bo'ladi va muammosi uchun ana tabiiy ravishda suhbat olish kerak yoki qanaqadir birinchi uchrashuvda o'zida ana bu munosabat o'rnatish kerak bo'lish imkoniyatini berish mumkinmi? Shunday bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatda men e'tibor berganim, misol uchun sinfdagi o'tirgan boshqa bola bilan gapirmaydi. Yoki o'zingiz dars o'tgan jarayoningizda. Ha. Men misol uchun tezlikda do'stlashib ketmaydi-da. Masalan, bo'lishi mumkin, lekin do'stlashishni uzib qo'yadi bu narsa. Bu darsdan keyin boshqasi kelsa yoki tashqariga chiqqanda o'zi kim edi u, keyin almashtiraversa, bu bir qiziq tizim. Buni bir ko'rib chiqish kerak. Tushunarli. Buni demak bir qanaqadir bir buni ham taklif bergan bo'lardik, balki ta'lim yo'nalishlariga tajriba qilib ko'rish kerak. Qanday nima foyda va nima zararlari bor va albatta buni imkoniyatlarini ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Balki bunda ham bir yaxshiliklar bo'lsa kerak. Xo'p, endi keyingi savol. Yigit kishining muvaffaqiyat omillari nimada deb o'ylaysiz? Yigit kishining muvaffaqiyat omillari birinchi o'rinda ota-onasining oldida yuzi yorug' bo'lishidir deb bilaman. Ota-onasi va oilasi oldida.
Birinchi va oxirgisi ham shu. Qolganlari albatta o'z tabiiy ravishda bo'lib ketaveradi. Uzr. Yaxshi. Xo'p. Albatta siz Amerikada yashadingiz. Necha yil yashadingiz Amerikada? 4,5 yil Amerikada yashadingiz. Mana shu yashagan paytingizda endi bizda ko'pchilik o'sha Amerikani ko'rgan paytida yoki Amerikani eshitgan paytda erkinlik deb ko'p eshitishadi. Mana shu jarayonda erkinlik siz uchun nima? Ya'ni umumiy xulosangiz Amerikadagi erkinlik siz uchun nima? Amerikani misol uchun hamma odam qanaqa statusda borganiga bog'lab ta'riflaydi. Men umumiy aytaylik hammasidan ozroq tushuntirib bermoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda agar siz green card yutib borgan bo'lsangiz, u yerda sizning til bilishingiz yoki kasb-kor bilishingiz umuman farqi yo'q. Qachondir aytaylik 1 yil, 2 yil yoki 3 yil qiyinchilik bo'lgan taqdirda ham siz o'zingizni ushlab ketish imkoniyati bo'ladi. Chunki sizda imkoniyatlar bor, qonuniy siz yashaysiz. Bu yaxshi. Va keyinchalik ikkinchisi Amerika fuqarosi bo'lish. 5 yil o'tgach Amerika fuqarosi bo'lish imkoniyati bo'ladi green cardlik odamlarga. Agar fuqaro bo'lgandan keyin u yana boshqa imkoniyatlar, eshiklar ochiladi. Va shu tomondan qaraganda o'sha land of opportunity ni haqiqiy ta'mini ular biladi va aytaylik biznes jihatdan bo'lsin yoki o'zini karyerasi jihatidan ko'p eshiklar, imkoniyatlarni ochishib ko'rishi mumkin bo'ladi. Agar student bo'lib yoki har xil boshqacha vizalar bilan borgan odamlarda turlicha bir taassurotlar, tasavvurlar uyg'onishi mumkin Amerikaga nisbatan. Amerika deganda men ko'proq New Yorkda yashadim va boshqa shtatlarda bo'lib yashadim. Amerikani aytaylik imkoniyatlari ham ko'p, ham qaysidir ma'noda o'ziga yarasha xuddi bir odam tanlaydi. Siz u imkoniyatga erishishingiz uchun o'sha bir statusga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Rivojlab degan loyihamizni podkastimizdasiz. Mana shu rivojlab nomli gurungimizda ishtirok etyapsiz. Mana shu rivojlab loyihamiz uchun siz qanday bir takliflaringiz bor yoki aytilmagan fikrlar, murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Ustoz albatta juda ham yaxshi o'ylangan loyiha, rivojlab podkast ayniqsa gurungi. Faqat buni yanada kengaytirish, aytaylik misol uchun professorlar, ko'proq ilm egalari, nafaqat O'zbekiston ichidan, tashqaridan ham bo'lgan ilm odamlari bilan onlayn yoki offlayn imkoniyatini qilib gaplashib, ular bilan yanada mana shu soha rivojlab, ya'ni robotics yoki IT bo'yicha texnologik imkoniyatlar haqida, ya'ni qiziqarli ma'lumotlar professor sifatida berilishi kerak bo'lgan aytaylik narsalarni aytish, foydali ma'lumotlar albatta kuzatuvchilarni ham qiziqtiradi va foydali bo'ladi. Ular bilishadiki, demak, shundan xulosa qilib biz bunday qilsak, bunday bo'lar ekan, demak biz bu narsani qilmasligimiz kerak ekan degan xulosani qilishlariga oson bo'ladi. Zo'r. Rahmat takliflaringiz uchun. Endi blitz savollarga o'tsak, blitz savollari. Demak, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bo'ldi. Amerikaga birinchi borgan kuningizda eng katta nima sizga shok bo'lgan? Metro. Ha? Metro nima uchun? Metro 100 yildan ortiq muddat oldin qurilgan va u yerda kalamushlar juda ko'p. Metroning ichida juda unaqa Hindiston ham u darajada bir xil joylar rasvoda. Nega bunaqa darajada e'tibor berilmaydi? E'tibor beriladi, lekin u yerda dunyoda birinchi bo'lib eng unaqa metro stansiyasi qurilib, eng uzun metro o'sha New Yorkda joylashgan. Shuni hisobida qandaydir eskilik saqlansin degan. Eskilik saqlanishsin degan bo'lishi mumkin, balki, lekin tozalik yo'q. Tozalik yo'q. Juda kam. Bo'lsa ham bitta ikkita metro top toza bo'lishi mumkin, lekin qolgani faqat shu kalamushlardan iborat.
Borganimda men shunda metroga tushib Manhattanga borishim kerak bo'lgan. Metroga tushganmanda shu bunaqa holatlarni ko'rib, men o'zi Amerikadamanmi, boshqa joydamanmi? Chunki tasavvurlar boshqacha Amerika edi-da. Keyin nimada Manhattanga chiqqandan keyin yana ko'rdimki, faqat aytaylik havas qiladigan atmosfera bor u yerda. Biznesmenlar, shahri Manhattan, ayniqsa Wall Streetdan o'qiganman. Ana almashtirish jarayonida universitetda. Brokerlikda. Yo'q, nimada University of Metropolitan degan universitet bor. O'sha yerda o'sha boshida aytganimda universitetni almashib o'qiganman-da. Bu universitet keyin uni almashib bunisiga shunaqa. Zo'r. Yaxshi. O'zbekistonga qaytganingizda nimani eng ko'p sog'ingan ekansiz? Yaqinda keldingiz, ya'ni 16-aprelda keldingiz. Uydagilarga surpriz qilib keldim. Va tabiiyki eng ko'p sog'inganim ota-onamni, ko'p oilamni sog'indim. 4,5 yil ichida, chunki ular 4,5 yil ichida ko'rishmadingiz? Yo'q. Qo'y. 4,5 yildan keyin kelib ko'rishdim. Ancha o'zgarishlar katta. Men kichiklik vaqtida ko'rgan jiyanlarim juda katta bo'lgan. Zo'r. Gap yo'q, 4,5 yil yashash bu oson emas. Sizda boshqalardan ajralib turadigan odatingiz yoki jihatingiz? Men o'zimga o'zim hech qachon baho bera olmayman, lekin o'zimni kamchiliklarimni qidirishga va uni ustida ishlashga harakat qilaman har doim. Sizni o'ylashga majburlaydigan yoki yaxshilikka undaydigan o'zingiz yoqtirgan iqtibosingiz? Farschasida bir gap bor, dilbayor va dastpakor. Yor kiz parvardigor deydi. Ya'ni ko'ngil Alloh bilan, qo'l ish bilan, anaqa endi yor deydi, yorni nimaga Allohga nisbatan bog'lab aytadi. Shunaqa. Eng katta qo'rquvingiz? Eng katta qo'rquvim shu yashab turgan aytaylik yoshim yoki o'tayotgan kunimda foydasiz ish qilib qo'ymaslikdan nima qilaman. Ya'ni foydasiz o'tgan vaqtimdan va aytaylik har bir yilda bir yoshga odam ulg'ayadi, katta bo'ladi. Ya'ni qaytib kelmaydi. Aytaylik 20 yosh qaytib kelmaydi va afsus qilmaslikka harakat qilaman. Amerika sizdagi nimalarni o'zgartirdi? Ya'ni fikrlash jihatidan yoki odatlaringiz jihatidan? Amerika mendagi deyarli har bitta odatni sayqalladi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki men o'zimni kuchli va kuchsiz tomonlarimni 8D variantda ko'rdim desam to'g'ri bo'ladi. Zo'r. Amerikada. Zo'r. Amerikada o'rgangan eng katta biznes darsingiz, ya'ni biznes bilimingiz, ya'ni biznes bo'yicha. Biznes emotsiya bilan boshqarilmaydi, emotsiya ustida qurilmaydi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Juda zo'r. Investor bo'lganingizda qaysi startaplarga pul tikkan bo'lardingiz? Agar investitsiya qilgan taqdirimda birinchi o'rinda biotexnologiyalar va yaqinda rivojlanib kelayotgan va kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan aytaylik qiziq loyihalar, texnologik loyihalarga tikardim. Zo'r. Yoshlarga, tengqurlaringizga shaxsiy rivojlanish bo'yicha qanday maslahatlar berasiz? Shaxsiy rivojlanish bo'yicha birinchi o'rinda aniq maqsad, nima qilishi kerakligi haqida, ya'ni o'ylab olish kerak-da. Hech kim tug'ilganidan bir nima bo'lib tug'ilmaydi. Bir mutaxassis aytaylik, bir kuchli inson bo'lib tug'ilmaydi. Har doim o'z ustida ishlash va limit qo'yish. Maqsad qo'yish va unga yetadigan yo'lni limit, ya'ni vaqtni belgilash. Aytaylik, bir oyda men shu natijaga erishaman va aniq jon jahdi bilan kurashib erishish kerak. Agar erishmadim, o'zini o'zi aytaylik nima qilish kerak, jazolash kerak bo'ladi. Ya'ni
og'riq va rohat. Zo'r. Yaxshi. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? 5 yildan keyin o'zimni shu albatta hammasi Allohdan, lekin kuchli tadbirkor bo'lishni men harakat qilaman. Zo'r. Katta tadbirkor, ya'ni aytaylik Elon Muskdan ham o'tib keladigan darajada. Zo'r. Yaxshi, orzularga Alloh nasib qilsin. Sun'iy intellekt, robotlar. Statistikalarga ko'ra 2050-yilga borib avtomobil sanoatidan ko'ra robotlar ishlab chiqarish sanoati balki 2-3 baravarga o'tib ketadi deyishyapti. Ya'ni 120-130 yil davomida shakllangan avtomobil industriyasi umumiy holatda robotlar sanoati undan ko'ra tezroq o'tib ketadi va ko'p doimiy tarzda ishlarni, doimiy qilinadigan ishlarni, takrorlanuvchi ishlarni robotlar oladi va takrorlanmaydiganlarni ham hozir masalan videolarda yoki rasmlarda ijodkorlik bo'ladimi? Ularni ham ko'pchiligini sun'iy intellekt qilib bajarmoqda. Xo'sh, mana shu holatda nimalarga tayyor turish kerak deb o'ylaysiz? O'z fikringiz? Juda yaxshi savol ustoz. Men shu savolingiz berayotgan vaqtingizdan o'zingizni bir vaqtlar aytgan gaplaringizni esladim. Ya'ni birinchi kitob ixtiro qilingan vaqtlarda aytganingiz shu narsani siz aytgandingiz. Odamzod aytganki, yo'q bo'ldi, endi odamlar yozishdan to'xtaydi, ahmoq bo'ladi. Ya'ni foydasi yo'q kitobni degan narsa bo'lgan, xulosa bo'lgan odamlarda. Keyinchalik kitob bosib chiqildi. Odamlarni yanada yaxshi rivojlanishiga turtki bo'ldi kitob. Ya'ni foyda bo'ldi. Bunda ham, ya'ni texnologik rivojlanish 2050-yilda robotlarni ko'payishi, odamlarni nima qilishi, bu yangi bir odamlarning yangi bosqichga chiqishiga yordam beradi deb o'ylayman. Yaxshi ma'noda. Shunday. Zo'r. Demak, imkoniyat sifatida ko'rasiz. Imkoniyat sifatida ko'raman. Zo'r. Yaxshi. Xo'p, yanada qisqa aytamiz. Startap yoki stabil ish? Startap. $1 million yoki networking? Networking. Tavakkalchilik yoki xavfsizlik? Endi umumiy ma'noda hammasi bir xil ma'noni ifodalaydigan savollar. Tavakkalchilik. Avvalambor mehmonimiz, shogirdimiz Dilshod Bahriddinovga katta minnatdorchilik bildiramiz, chunki shu o'zi ustoz ko'rishaylik deb qo'ng'iroq qildi. Yaqinda 16-aprel kuni Amerikadan kelgan ekanlar va biroz o'sha havo almashishi tufayli deymizmi, sog'liqlarida shu yo'talishlar bo'lyapti. Ustoz dedi, shu tushlikda qo'ng'iroqlashgan bo'lsak, ertalab qo'ng'iroqlashib tushlikda ko'rishgan bo'lsak, bo'ldi bugun unda shu gurungda podkastda o'tkazaylik dedim. Bo'ldi dedi, shu lekin sal yo'talim bor edi. Yo'q, mana shu holatda ham tabiiy holatda bo'lsa ham boricha biz harakat qilaylik, sababini qilib. Chiroyli qilib mana shunday ilm bo'ladi. Ko'pchilik yoshlarga ular yoshlar uchun ko'p motivatsiya deymiz, yo'nalish olishi uchun katta bir imkoniyatlarni ko'rsataylik. Real, ya'ni hayotiy bir natijalarni ko'rsataylik degan ma'noda shu podkastni mana kechqurunga, mana tushlikda ko'rishdik, kechki paytga mana podkast oldik. Inshaalloh ko'pchilik uchun manfaatli va xayrli bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik. Sizga ham katta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat.